Assalomu alaykum va rahmatulloh. Do'stlarim, mana xudo xolasa Samarqand viloyatidagi Mahsumi A'zam ziyoratgohiga keldik. Mana xudo xolasa bu yerda rekonstruksiya ishlari olib borilyapti ekan. Xo'p, O'zbekistonning barcha chiroyli joylarini, albatta ziyoratgohlar, aziz ajdod avlodlarimizdan o'tgan ulug' insonlar, ulamolarni ziyorat qilgani safarga chiqqanmiz. Alloh nasib qilsa O'zbekistonda hamma joyini ziyorat qilib, inshaalloh Toshkent shahriga borganda O'zbekistonda ziyorat qilib bo'lganimizdan keyin mana shu ukamizni Alloh nasib qilsa, havo jahon tinch bo'lib tursa, sog'ligimiz o'zimizda bo'lib tursa, Alloh jonimizni, tanamizni, omonatimizni olmasa, albatta xudo xolasa inshaalloh umra ziyoratiga borib, Alloh nasib qilsa Allohning baytini birga ukamiz bilan tavof qilib kelamiz inshaalloh. Alloh nasib qilsa duo qilib turasizlar. Xudo xolasa inshaalloh men mana shu ukamizni ziyoratgohga olib keldim. Bu ukamiz Xorazmdan. Xorazmda ham ziyorat qildik. Buxoroga kelib, Buxoroda barcha ulug' insonlarni ziyorat qildik. Samarqandda hozir Shohizinda birinchi prezidentimiz Islom Abdulaziz Karimov qabriga kirdik. Hammalarni ziyorat qilib, hozirda bu joyga ham keldik. Bu joydan keyin xudo xolasa Al-Buxoriy maqbarasiga boramiz. Al-Buxoriy maqbarasini ham ziyorat qilib, Alloh nasib qilsa Toshkentga qarab yuramiz. Do'stlar, duo qilib turasizlar. Toshkentdan keyin Farg'onaga boramiz, Marg'ilonga boramiz, Andijonda Jalaqadur degan joyga borib, Qilich mozor ziyoratgohiga ham boramiz. Alloh nasib qilsa Toshkentda Ko'kcha masjidga kirib, Hazratimiz rahmatlik Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qabrlariga ham kirib, u yerda bir Qur'on tilovat qilib, Alloh nasib qilsa u kishini ham qabrlarini ziyorat qilib, safarimizni davom ettiramiz inshaalloh. Do'stlar, mana shu ukamizni ham duo qilib turasizlar. Alloh nasib qilsa bu inson ham biz qatori umra qilib, biz qatori haj qilib kelsin. Alloh insonni ziyoratlarini qabul qilsin. Allohim o'z dargohida olsin. O'z dargohiga qabul qilsin Alloh. Duo qilib turasizlar. Xudo xolasa inshaalloh tuyamiz texnologiyada ketdi. Alloh nasib qilsa tuya borguncha biz ham Toshkentdan xudo samolyotda orqasidan tuyamizni oldiga yetib olamiz. Tuyani u yerda birgalikda so'yib, albatta tuyani Saudiya Arabistonida so'yib, ehson qilib tarqatgan videolarimizni qo'yamiz. To'g'ri, sababini aytish kerak, amalini ko'rsatish kerak emas deydi. Endi ehson qilamiz deb tuyani yo'lga olib chiqqanmiz. So'yib sizlarga ko'rsatmasak, yolg'onchi bo'lib qolamiz.